Stimulatorlik nima aka? Qilayli. Letip ustamg'u. Letip ustamg'u. Manda ko'rishamdi. Ha, shunday ishimiz tan ko'rishimiz letip ustamni bir ko'raylik. O, çaşlarım nima deydi bundan? Yasab qo'ydi-ku letip kamla. Voy, letip ustam. Voy. Yaxshi. Bir çaşyastayl degan aka do'kandimi ya? Voy, bu sir tikan madam. Ha. Ma'qul. Biz og'il boraylamsa. Biz aş mashinamizni, amroq mashinamizni keltibchimi? Igiz binolarni ko'rsatib, ma'minimi yapamas deydi. Çaşni yaxshi yasay olaman ekan. O aka çaş deganda eng pej yasaydigan Xushaynak. Mana kapto. Bizden mi yapılaşma? Aka kanal yaxshimi? Biz keyin o'tkitaylar. Shundami? Ha, keyin Bunda chittirish. Nima bo'ldi? Ustam. Bunda. Voy, Mana shuni bizdan satrashqanga o'xshaydi ekan bu. Shuni deyman. Shadi yasayapmiz aka. Buni ham do'kam tishlab o'zgina olmaydi. Tilabsiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Men ikkimizning qo'shni emasmi uyimda? Shundami? Mayliq ishqi berib kelish qulaylik olsun deb. Hozir ham da do'kondan telefon kelibdi ekan mana. Qo'yib olmay turanglar biz. Telefonni olmanglar. Bugun xos mushu biz amroq mashinamniki mushu mulozimatchilar deb turaylik biz o'zimiz uchun, riyosatchilar. Biz uchun bir do'konni taqab xos biz uchun bir xizmat qilmamsizlar. Ya endi o'g'il bunda olib qolsa bunda qiladi. Hozir men tilla qizni cho'ng do'konga olib qo'yay. Bugun men cho'ng do'konda tilla qiz shagird bolalar to'yining ishi bor. Do'kon nechidayli? Do'kon ishga. Do'kon ko'p xolos. Yo'qma, men ham ber. Ikkimizdan jami ishga. Do'konga ketdinglar deyli. Menda gap uy ber. Men do'konda tarmoq do'kondan birini ochgan. Do'kon shu ishga hozir. Ishkanlar hamkorlik pechatamsizlar yoki ikkimiz bir sherik, cho'ng sherik. Sherik. Ama bro do'kon ishga qoldik emasmi? Cho'ng sherik. Qaysonlar pulni jiq chiqadinglar? O'xshash. Nima o'xshash? Hamda erlarning chichini men kesima. Hamda lekin topadigan pul tilla qizdan jiq. Ammo biz xaq shu sen Petera xilamlikka chashna pulni 50 qo'y deganiga do'kon keldi. Ayol ishdan chiqib voy, qolaylimi? biz chiqalanib kelib chiqdik. O'nlik yo'qim chashasamiz. Yaxshi, ashunda mana ayakishni mushunda deydi ekan-da. Hozircha 30 qo'ydim bulatida. Ha, yana yasib ketirganmiz aka. Siz mi yasib ketyapsiz? Lekin 50 qo'y yasam. Yasam sizlar ikkimizdan. 5 qo'y talishib qo'yaylik endi. So'da emasmi? Endi men hozir yo'lda yarim yo'l bizni elib oldinglar. Men ikkimizdan 5 qo'yda krana pulga chiqirganda biz Shundami? Buni menglashab kishida men ballardan ikki ballamas. Men xerida olmadik, xerida emas. Mayli bo'libdi, endi baginangni berasizlar, qanday qilamiz? Qiz olib qolgan bo'lsanglar 250 qo'ydilar, tutdinglar. Siz riyosatchilar bo'lib qoladi. Shularning biri akilamiz. Qag'illarni tilla qiz o'zi rang-panglarni chiroyli taqishdi. Nima ya? Rangi tilla qiz mas'ul bo'lasiz. Tilla to'ran? chash bo'yayman. Men chash bo'yishim kerakmikan, yo'qmikan? Unda bir qarab. Sizning chechingizdan 3 ta eqova ekan. 40 dan oshib emasmi? Ustam. Ay, tilla qiz azroq mush mashinadan bizne chiqmişda ilibdi. Mana yo'ldilar men. Bo'ladi ekan, men o'rindiqman keyingi kishilar qachon. Miyani elib olsaklar. Yo'qtimi? Amroq mashinam yo'qtim sizlarga. Bo'ladi ekan deyman. Men tayir miyada dastin birini chiqib tuz chashishadi shu soat. Bo'ladi ekan. Ammo silq manpasa bular. Bo'lmasa agar igil pasubkasiz. Ya tayir ishlamas, boshda ishlash. Ya bir yerine hata kesip koysa kalktan başka şekil çıkarıp koydu. Hayır. Topla. Teştek'nin resmini çıkarıyordu da. Hazır hem de onun aballarlık özgürlük. Yula. Neydi ama olarak demez mi? Hayır yula. Hem de aka bu işkanlar ne? Sanat mektepte riyosatchilik deymi lan? Satrashlikni bilgangan deydi. Savodashlik qilamizlar. Manda hem de biz
O'sha Shinjan san'at institutida hamda Satranch kasbini o'qigan. 5 yil o'qigan. Rasmiy o'qigan. Ammo tilla qiz shu vaqtda maktabda butun chimliqni bo'yaydigan qiz bo'ldi. San'at maktab u vaqtda yeshillam chimbatda qish vaqtimi yeshil turdi-cham. Tilla qiz o'zi chiqdi cho'tkidan birdan bo'yaydi emasmi? Haqiqiy kasbiy San'at maktabida to'kfimiz zo'r. Ammo shu san'at ishlariga to'kfimiz zo'rlab nurg'a artistlarni chiroyli qilib sahnaga chiqarib boramiz. Ammo men bugun buni artistlar bizlik qoldik chiqmagan sahnaga. Sizlar bu yoqmidinglar, appaqmidinglar, kesib paqmidinglar deyman. Hozir mushtan mashinaga chiqish, sahnaga chiqishda yaxshi emasmi mana? Ya aka, Xushaynikga satrashqanni bizni chaqirib qo'yinglar. Biz bu yasib oldi. Hamda sizni ne chiqdim chaqirdiqmi, chaqirsak shu bizdan uyni oldida oladi ekansizlar, do'kon oldiga berib qo'yib ishing chiqib qoldi emasmi? Marketim chiqmaydi aka. Bugun hamma ishni topib. Qiz mana. Buningdan keyin qarang, siz tirnig'ingizni amal bak qochining uyutidigan bir narsa yasang. Baştakiler qitimizda mashinaga eplam, satrashxona berib qo'yguncha chashni kirtliq qilib qo'li bilan lam chimlab qo'yasiz. Buni ishni jiqadamkan bu satrashxona berib qo'yguncha ishdan birisi chiqsa, telefondan birisi kelsa, xudo satdikilar qitim yasinglar kechdik emasmi? Aka biz bu xato odamdan chaqirib oldikmi? Riyosatchilikimizni tortib berib aka. Ya men 4 esimda bordim, men 4 juma. Yo'q, men adam bunda bu adam o'zi. 4 pulini olmaydigansizlar-da. Adam 40 oyoq degan ayolni borgan 4 adam bu. Bu adam bir vaqtda o'zbek hikoyasini so'zlab, tövanga uyan qo'ygan tushib riyosatchamda. Bir yotoq tizimlaqmoqchi ulab, u yotoqdagi Uyg'ur qiz to'naydi ekanda, biz cho'lpon bo'lgan ekan. Sizning ismingiz nima? Sizning ismingizni bir Isoq Sulayman deb anglagan, uningga Malik Bektur deb angladik. Hammasi men shu kechiring 4 kishi bir kishilik yotoqga chiqib bo'lmaydi. Mana gaplarimiz bor aka. Voy, Bu tilla qizachamni bek gapirimiz ya biz. Tilla qiz gapni mendan shash qilyapti-da. Siz gapirmayapsizda? Arimiz ayol kishi yo'q-da. Unda bizni ayol anglab bersak bo'ldi. Ayol deb turib qarang kesak bo'ldi. Saqsa deb turaylar. Maligul deb turaylar. Mesela musha tilla qiz mesela musha odam nazarmish kiygan kiyim kichik qarta qanday layilvasaga yarishdi. Men bir bunday to'paq. Endi bu yoqdan bo'yg'idek chechim yo'q. Bo'lmas mening chechim budur deyman. Bu odam boshqa patmaydi ekan. Chechi o'sib talaq chiqdi odamdan. Ayol ne chiqdim chechingiz ko'chaga chiqibdi deb gapiryapmiz. Maqsad. Rost chechim shunday lekin budur vashijab. Iliq budur chashdan sal chiqib ketib qoldimmi? Men bir vaqt ko'rsam bor. Yarishdim achishma. Yarishdim. Nur kutumoqda chash qo'yibdi. Kelar qaysimiz cho'ngda kirmoqda. Ma iliq kiyim kechakda siz cho'ngda tursangiz ukan. Mishkatni bak olamiz bor. Rostam. Hozir mandoq satib. Yashirib ketdik. Ammo tilla qizning qo'liga chiqib qolsa tash qochiqda qilaydilar. Ashnama, bo'ldi tilla qiz, bugun siz meni yasang. Bugun siz meni yasang. Voy, chichimni yasang. Aka bu gapga. Gapga diqqat qilinglar, riyosatchi bolalarning Yasang demakchi deyman. Men menda bir ish chiqdi bolalar. Men tilla qizlar uydan chiqqach bir gapni deyishib qoldik. Bu tilla qizlar men yaqinda bir shogird olgan. To'sin To'shay deb. O balam tilla qiz faqat yarmida. Nari yerma atqanda. Faqat qo'lab emas deydi. Iliq bir shivs yig'ir shuma u emas. Shu. Bu bala o'zi xotandan buromalik munchining ishi qaraydigan bala ekan. Chigir satrashga. Gap tez qo'lsal ostada bu tilla qilsa xapacho menda siz mujbalni baka akab satrashxonaga deb. Yaqamda tilla qiz ayoli bilan urushib qoldi aka. Ha, aşağı. Hozir uningda endi sizlar ishlab qolsin degan tarafdorda. Tilla qiz uni bo'shatish tarafdorida. Andam qilmayli. Yaqmat tilla qiz kesiblam yigizcha. Davos biz bir anglab boqayli. Bizmi agar bir biz ajgapni deyish o'tdasak shu siltilib. Masalan shu nemish qayda yutimiz ham tilla qiz. Ya bu qilgan ishini tayini yo'q. Yaman bek iliqi do'kondagi bolalarni gapga tutibchi bu bola. Faqat qo'li aplik emas. Og'izda gaplavachi. Shu aytib dedim. O'zicha sirtdan ayoli bilan kirsa shogird qilib olayli deydi bu. Balalarga shu munchidan shu erlarni marab topgan pullar shu 1800 Ha, samlat ishlaydi. Ha, shu munchisi qarsimiki dedim, qo'man qaytib berib. Endi biz satrashxonda ish qilamiz, biz bolalarga töven maaş bergandan sart azroq qiliq kesgan chashdim % olib beramiz bolalar uchun. Siz yaxshi taraqqiy qilish uchun. Unda hozir hamma kasb hamkorlik qo'lda emasmi? Asta
olmasa biz dükkan yana birini kengirtib qalsak, aşballarga pay berayli deb qilsam, o baliq siz pay vermay paypaqlan beradi. Ha, paypaq bilan garantiya yetib barda satrashgan. Bu baliq payga ish qimmi deb tilla qizlar biz bayan shu o'yining oldiga chiqqichi shu jida. Uning tarafini men anlagan choshni o'zimnikini o'zim yasab oldim debmi bir sizlarning e'loninglarni tashkil qilsangiz. O'zligini o'zi yasab, o'ziga yaragan bilan haqqi yaramaydi emas, menimcha. Lekin bak yarab ketdi, Toyir tog'a qakamlar sizga bak yozib yutdik ya da'vattonlar. Ma hozir men demedim u gap. Demaydi qala tarafdan olmaydi ki. Satrashganda ishga mushtaqlar shu. Amal baş tukuni tatib ketadi uni. Men ancha to'lqimiz sham yandurib deganda yurt ama dükkanda ishimizdan xarakter ikki xil bo'lsa ham balni boshqaradi. To'g'ri, men tushundim. Tillar qilma kasbiyatdan chiqadi. Kasb igisi bo'lsin, kasbiy axloqi bo'lsin, qo'lidan bir ish chiqsin, anadan keyin biz uni odam qilib ketalaymiz deydi ekan. Endi sizlar mana hissiyat bilan aplar mushum bir odam emasmi? Mushum bir oilaning ko'rik emasmi? Nima shunda o'ylayman, siz qarang, biz mamda yezdan chiqdik, Urumchi keldik, turishib inimni qilib oldim, inimni baktas patquzib, meni inim sal shoqiraq. Yaman tas patquzib ishni boshlab ketgan taqaylan. Onun dikin bu şagirdin 4-5 ni avuzsak bu şagird tazı mening deganimdek chiqmadi. Lekin men Japanni burun beshimda o'tkazgan bo'lib to'xtamış balım bir kun o'ngishib qoladi deb qildim. Ama tillaqsiz bu balni o'ngishib qoladi deb o'tiravergan dukkanma savdo qilsa qanday qilmas. Bu chaqa aytgan balni baqamaydigan ish chiqdi. Lekin tillaqizdan o'ylaгаnim to'g'ri. Tasqavatimiz ham mush jangichidalar biz hozir ama gapma olib ket qanday qilmaymiz desak ham tilla qizni cho'ng do'konga olib qo'yib tilla qiz cho'ng do'konda ballig'lam tarbiya qilsin men bizni sizlarni ama erlarni ichini bilgan kichik do'kon deyapsizsak men cho'ng do'kon ayollarning to'ylarni shunda oldirash ama biz yaqinda shunda bulab qoldi so'zanlar so'zanlar topsin ey siz pul topsanglar biz pul topgan o'xshash tanqashlaymiz ku tanqashlaymiz deb soldi endi u qashlaymiz degan gaplar kirmaydimi aql-aqidanglar taptap bir zing Ayırmanı tağaq atqanda birden Tang degan gapni bu tang cho'ng olsaq bo'ladi. Tang cho'ng olsaq bo'ldi. Pulni ham tanqaslab qo'yiladi. Tang topsaq bo'ladi. Uning keyingi nima dedingiz? Ya bo'ldi. Qashqatlab beradi. To'sin to'shayning ishini deyishdik. Qarang, hamda u mu oilasi va bir kishi. Hamda yeshi siz bilan biz bilan bakjiq farqlanmaydi, 3-4 yosh farqlanmas. Tarbiyani yana bir qilayli. Ashta deydi ekansiz, deb. Bu Tursun to'shayning qilgan ishining tayini qo'liga ish qila olmayotgan og'iz gap bilan tog'oqdimi o'takan desa ko'nglingiz kelsin, o sizdan iningiz. Bu tog'oq zo'r farq qilmaydi hozir. Beshida mo nurg'un shogird oldik, hamimiz ketdi. Barda qayerga bordik. Hamsal jiq so'zlab qo'ygan bo'ldimi? O'zaro qarab Şuna ama tüzgürek şagirdini alsak ama soğudum yaxşı ol demesin tağa. Yok amdı qarang bir güne urayımını bizim deysiz 5 koy. Bir güne opog'ilcingni birini deysiz. Amdı bu To'sin to'shay amdı bu urayimga ma'qul amdı buro sizning kayningiz kirib olgan balami deb turaylar. Amdı uni ishim o'tib ketdi. U balani ama ishi joq keshikshamadan 5 yerim qo'yib pul so'rab. 5 koy sizning kayningiz kirib olgan 5 mo so'raydi. Ya 6 koy emas 5 yerim qo'yib so'raydi u bala. Şu an emdim ama dükkanın ticaretini aram bir işki kıldık emasmi deb. Şu an 3 qilamiz, 4 qilamiz. Şu an şagirdlarning obdan raqam tarbiyaleyli degan yerim bor mening uchun. Men maqnariq kelmadi. Ko'p qilingandim ya, satrashqa. Yo'q, siz tillaqizada chiroy qarab shogird tanlamaysiz. Ne şey qaychi bir emas chiqqan bo'lsangiz aka o'zimning chechin o'zim yasab tutibmanmi. Siznikidek o'zingiznikini o'zi yasab tutibman. Nasib bo'lsa matrab bekasi tutibman. To'sin to'shaychi o'zining chechin o'zi yasab o'zining baxtiga o'zi o'tiradi. O'zimniki o'tirmay turay hamda deyman-ku, siz bu o'rinda muqim o'tag'mi? Sizlar davomli chimni o'ranglar, chivringlar. Unda jo'qram tilaqaz, hamda deyishdi. Hamda bu odamga hamma har xil buldi qarang. Siz hamda o'zingiz o'ylab qo'ying. Masalan, Fatima ketdi, Xotima keldi dedi. Ammo satrashxon kepkisidigan odamning soni jiqaydi. Satrashxonga har xil xaridor kirdi. Siz bu ikki xaridorning gapiga bir shogirdning gapiga ishni bu To'sin to'shayni aytmaysiz. Hamda buldi o'ylab bakmoqsiz deydi. Ne bulaptı? Bu qitayım yana bir fırsat bereyli. Tuz turib qalsın. Hamda oxirgi o'zingiz egodan juman deytib mana ishni.
Ya bak bunda qarang bu oxirgi o'zim yugulab, bu balalarning Kelgan oyoq birasining 5-10 chiqib baxtimi o bala. Abara tuzukroq bir odamni yasab xaridan yo'lga sepib baxtimi o'ylab yiqdim. Ya bilganman, mushlarning chichini yasag'ashlar men Tursun To'sha yasamışsın ya man sen. Aman banda desimiz olmaydi. Menekine Tursun To'shakam yasab baxsun ayt. Hamda yaxshi yasab tutsa, ap qalalar bir yuzimizni qilib qo'yinglar bak. Bo'pti deganimsa shu naq maydonda bir yasab baxsun. Unda olab qapqas Tursun To'shaydan qilish qilmasligi o'tkirjanning chichini qanday yasab O'tkirjanning chichini munosabat munosabat bo'ldi. Umoq gap qildik emas bu. Balla eski emas. Shu ma'liqib abay deganda biz kasb jihatdan shu tilla qizga sal yaranmayotganli yeri bor. Yarab ketdi. Tayirkanmi boshda ashtat qo'sh. Men Urumchiga yangi chiqqandan navaytdan. Ish bilan ustam bo'lanmaydi ekansan deb uningdagi satrash bo'lgan. Şu yine atımraz emas. Şu bitta Tursun To'sha atımrazga yaxshi chu. Ayla saqlam. Saqlam bir chechimli avatib rasmlar chu. Sizga yarasa ap qilan bo'lmas ap qilma. Yaxshi yasaydi meningcha. Demak Tursun To'shaning baxti o'tkirning qo'lida. Saqlandiq. Unda olab qolib qolsa, ikkisini gachitlam chaqirib aytsangiz, quloqni o'zim bo'raplanmabdan o'qish deyman. As bosh vaqt bo'z qahva damlab berdi, qacha sizga aran chiqqanda. Ya bo'ldi, rahmat. Men boyam yaxshisa bo'shimdan ketaylik degan. Suni jiqraq ichidan. Ma'qulamsa. Ma'qul amsa. Ma'qul, rahmat. Ma'qul, rahmat. Amanda qildi. Assalomu alaykum. Ha, bu deyish biron qildim. Hamda Tursun To'sha ko'nglar yaxshi bola. Ama lekin sal ajinda sal gap chaqqan, qol sal osticha. Bozamış bani anglab ketdilar. Ular qiz ma bola yana birlam xato qilib qolib qolsa, chatoq yo'qlam chiqiraydi-da. Yaxshi yasaysiz meni chechimda ka. Ya u bola yunaga pishsa qaylan fikam. Ammo sal ang vaqticha. Onshab ketdilar ka. Onshab ketdilar. Ketdilar, Xushaynaga bakashdi ka. Munda qaylanma bizning satrashgan kirdigan ayollarda erlarning nisbati sal jiq. Bu ayollarda 3-4 bo'lsa yetishdan, undan so'ng bir xotinki chayshasiqni 2 soatlam yasitibcha. To'g'ri. Biz adam 3-4 odam yetishga ona cheksa bu moslab qo'yib bizaga, loslab qo'yib bizaga. İşte çocuk 5 minutlam yasab 35 koyun aldığı işemezmi? Ananın çatak çıkır iken şemci olmasa or. O kapta. Mana. Men çak adam men. Mana. Çıkınlar. Kaçtık aka. Oy. Qanday chiziq aka? Qadiga o'shamamiz ya. Oy. Qadiga biz ya. Şaglim kilamiz. Indama. Aynim qilam kilam. O'tirib o'tamdim mana. Paypoqni tatmabdi aka. Ha? Paypoqni tatmabdi. Voy, ma havo muzdig'il turibdi ekan. Ben sana yanıma kilam dedim, quchoq chiqildi meni muga. Ya munda qiyinwa. Nəyman bu? Bəs yana bir dükanğa mangıla. Ma tillaqaz ma dükanı qilib qoldi. Dükan ma xotin qaqdan çey dedimi, to'y dedimi bizimizni apta. Ha. Ma axşamdan bir kecha silman jidilinglar. Nimaga? Nima qildimda? Ma sening emas, mening jidilmamda. Nima qildim ha? Ma seni tillaqizning ko'ziga sat ko'rinib qapsizlar. Tushundingmi? Endi xotin va odam degan aynab qizlarning ko'ziga sat ko'rinib. Amaliyotga oldimda. Rusmakana. Ya mencha paypiq sat ko'rsatdim ka bu ishda. Ya munda. A dükanlık şagit balla. Ma qo'pog'iljan. Turayim 5 koy balla. Ma balana biz adamning chechini pistoldan qilini yasagandek yasab. Ma bizcha 2 soat 3 soat tugmadi do'stim. Astoydlik deymiz. Astoydlik. Haqiqiy kasb birnam qo'yayman. Nima? Voy sen tur tutabmayman. O'zing gap qila. Ya ben tushunmadim bu nima shuni asosli mas'ulam deyman. Tilla qizga ma ballaning ma bir ikki xeridaning qiga inkaz. Ma biz bizaga ish qilmoqlik deb aldirab basaq. A bala bizning chechimizni 2 soat yasab ma ishdan chiqib qilib maoshimizni tutdi. Ma balaning ish yasab surat sal bo'lanmoqlik. Ma balaning amal ba ishdan bo'sh tuytini deydilar. Voy endi
Bundan kulap katı 10 xırda kirse 8 razı oto 2 razı olmaydı. Qanday şam? Dükkanda hazır çıkırıp 10 xiridanın için yasap baktın mı? 8 brand ki. Unda alap qalan şu 8'nin hamısı aşında oldu degan gap emas mı? Yo'q, 2 sanda olsa qag'an. Bizdə bəzəməz bu mana. Tayirkan bir Tayir sən özün bizim digine fikam qayla. Ma səndən bir anca bir tağaqını ma iştik salıdığan çaşını iştik aldığan qısam. Bu balıq nim boldu həmdə? Tayir Rusya qanla. Piçet yasamdı bana. Ya özanlığa piçet yasayışlar buldu kim bu? 8 onun çok yazğansızlar. Ayındarak mı? Sana o tavada qandı ya. Qadaqat bizə. Ötkay 3.9 qoydaq maaş aldı ya. Şu işligine qalab yetqantımız ona. Ondan o kimdən üçün hesab tapdın o pulda? Xırdanın yazılıq ya, indi sizdikini Tayir kəndikini iş çıxdım yazılı bayda. Aslında mənim yazğınım pul hesapladım. Rəhmət, Japan. Bu gün poğandiki Tayir kəndikini. Toxtama. Tunuşturup qoyayım. Ha. Bu şu amrak maşinan. Amrak maşina. Kanaka. Ya bu maşina emas. Amrak maşina. Ha balı ya. Menin gipimni düşenmese. Ya tilla kızın ya sizin gipimni düşenmese. Voy akım sizin düşen gidek yakın. Şedem şu. Sak Bektur Malik. Bu akımızın ismi Türk gibi de. Ama ne dediniz hazır İshak Süleyman Ağrınima ha? Bizden sonra. Ne taka? Malik Bektur. Malik Bektur. Tödeden nasıl bakı? Türk gibi dönükken. Çaşkı ne çıplasak? Çaşka, ma çaşka hem de. Töt adamdan bulunamaydıgan sizler. Özel birinden ustam bey. Bunda. Ma bugün asas maksat abay biz tilla kızlarmış maşini tilla kızın hazır işxana aldıgan. Muş maşini kep koyduk. Ma dükkanğa tilla kız qarmaqça. Ma inimnin ismi Ötkürcan. Kanaka yana bir görecek. Hadi qal mesela. Kanaka yaxşı. Ma Ötkürcan bugün ben bolmuş çeçimni vaz keçep. Muşa Tosuncanğa, Tosun Toşayga çeçin yasatmaqça. Muş baladan çeçini yaxşı yasap ma evetken bizden ma salonun topuq evetken resem man qaylanlı mana. Evetken resem ma yasgan çeçin tilla kızı yıqıp qap qalsa, sizlar dükkanda qalasızlar. Voy unda olsa qalanmaydigansizlar. O tillaqanqa yo'q. O tillaqanqa bu dunyoning hech nimasi yoqmaydi. Muyunda irvaçam. Muyunda irva. Ma qayla fikam tilla kızı bu dünyanın işi yaxmısma dükkanı qanday iş qildik? Yaqamda bu dükkanı tilla kız şumuş canı işleri yıqıp muş kesbisel çıngıraq tuğa yer ba fikam qayla nimda bir tanqıslık qo'ysilayım adamdan. Munda irva. Her narsının özgüçlük qimati o'tuğan. Məsələn, məni misalqa la, mənə tillaqan teoriyan qıtuğan. Oğalların çeçin yaşayamaydı. Tayir işkimiz olmasa qılcımla 5 koy. Aqan ta başınınğa siz aldıracağın usta. Andar oğan ki bizəm yasa yarısı yarımız qapqılıyırı. Bak xeyridanın içinde yarım saat yasaydıgan şu memdə. Ma yarab ketdi akam. Ya mında çak kis boğan ki ramayt qaçdı bulab qatuğan. Lekin na Qağını facia bilərlər. La bir tarafdan ötəpsiz. Hayır. Ma tilla kızın aldıda benim Ustamın matrepte oturup bir gap qılыңlar. Aqlı deymemiş balığı yık yanı yık. Belki bekleyin gap yapsın. Bıçaklanmış ne? Bu ustam. Bak ahitin tutuyorum ben bıçaklanmış. Ustama. Bu bekleyin hakikaten. Amrak maşin usavadım da mən. Ben ma maşinne ben bunda oyladım kadar. Ben bunda qılındım ya. Xotnağa vaxtınmış maşinni bizə kəpəsiniz. Ya bak Tayircan muyunda qıldırlar. Sizin xotnağın ustamaşıq çıxqan Muyunda ya bunu da sen açaraq. Ben size yokum. Mandacıra verip vermemesi banda yeşil yangırı var. Dudağın iş ketmekке? Aslında Letip ustamdan başka bir ideya kelgende, tapalam degende hem de bu işkelisi karşı taraftan çıktı. Bundan kalladı xotullam. Siz pul tep boldunuz, xotnap boldunuz şu yoqның qımını qıtkenmiz ayna. Endira xutu hayat emasma. Ya cenab qarqanda nimaga o'xshaydi? Mashinning ichiga o'xshaytgan. Mayk. Çaydı oldu Rus makina. Ko'zangni Rus gap qildi. Qiqaytaymi? Ustam ey ko'z lazım. Girtliqlarni qarshi Ya qoldi. bu vay adam milyon. Ma maşin çaylıkken. Çaylıkken. Televizor varken. Abaymış o nimo tilla kız ustam bilen Letip ustam acayip bir ideyanın maşini körüp lam ikisi tanlı çıkargan deb bizim maşının Vay koşuyor. onda xiyalcıq ketay buluğa. Baştan. Bəzi to'g'ri chiqqan da. Dan ustam vay. Ya mashinamda laylarga o'rindiqlarimda qarab baqafkam nimaga sen bir keyingi do'konni sana do'kon qilib berim deyapman bunda ben o'zim bizim de. O çünkü dükkanın maşin açam da. Emde qara.
Biz muş maşinadan birine, amrak maşinam bilan deyip ilip lan. Adaş, ben maşinadan to'shayli paypaqtasam, to'ng'ilmaydi putam. Parayı çektiğimiz zaman Ranglar paypaqlama. Yeşil çırakım maslak durup buna. Ben şey kassan. Güzel çıkmakta ustamıyorum. Ama Ben mülazimetten qanday qilish jihatda o'ylashmaysiz. Ya bu ballarning kallida shulam. Manda qayla. Mening o'ylashqinam. Ma sen bilan men, ma ustam. Ayollardan gap qolsa, tilla qizinam salamiz. ben bir yerim ustamayın. Ma mashina maxsus shunda cho'lponlarning, adabiyot san'at sohasidagilarning, Alloh bellaning chechin yasaydigan qilibmi. Xas. Ha, mana mayarni ilversak, mush kayinda dastim mabali bizni tutsa, chashtirgan. Eplam. Yo'q, deplam. Ma mashinamda nimdaymiz shaxsiy buyurtmamni. Ammo kim jumlasini qanday qilamiz? Zo'rlashtirib bo'ldi. Mushu tushib ketgan tushkunni qanday yurishtirib olamiz bu mashinani? Mabali nima ish qildim yerimiz. Asaya o aylık manda sümürtkan nimbaya goyuyutkan. Ajına da bir de azak babatta tay. Mesela var mı şu? 10 botcan ha. Baba gapda. Endi unugo qilamiz ham men ham demoqchi o'g'lim biz alqa do'kon kelganda ancha-muncha bu yerlarni tutib hadiqin chiqib qo'ygan shu vaqtda. Uni asayca usta ben. Ben oturttum. Ben slottan ayda oturttum. Tututmuz ona. Tayırmayak da qarab küs tutam. Ha bo'ldi tugida. Atrap tutur. Nima karma yo'q la. Chashni ashtarab yasamiz. Ama yo'q o'tkazib o'tgan ya. Ma gap gapda. Unima ma'qul deb turlar ma'qul. Ma mashinam, ma o'rindiqna, ma yaq cho'gilakni o'ldiramiz ish vakancha. Unda ikimiz qalishib oldi faqat. Mening da'vat qilib, ma iqtisod. Ma pulni jiq tepam, ma do'konni 3, 4, 5 qilish tushundingmi? Nima qilibmiz hozir? Hozir ma butun Janubiy Shimol shu Shinjongning hamma yeridan bizning do'konning tarmoq do'koni ochiman da'vat qilib. Aslan. Yani kesip qo'llash kerak. Shundoq, aynan qo'llash hamda 4 bilan tutam. Ha, kuchto. Ma 4 bilan tikidetma. Birini ortiqroq qilib qo'ydimcha. Birisi biraz qo'llash, yana birisi yaqinroq qo'llash, yana birisi majburiy qo'llash. To'xtanglar 4-inchisi shu o'tkazgan topshiriq olib qolsin. Topshiriq olib qolsin demiya. Hozir demay turay, men bu qo'llashni 4-inchi turay. Qo'llashni 4-inchidan. Ayşk kanallarımız do'konda hech bog'im Ya aka, pek chiqishib kelyapmiz bu mashinani qapla. Boshlab ketamiz ya. Sodini. Siz ishki do'kon qilasiz, biz o'zimiz ichib do'kon. Astag'firullah aka. Ha do'konda sizga chiqmasin. Ishki chiroq bekitiblarmish, sharab aravlar bitasizlarmi? Ya unda qilmaymiz. Ya to'xtatsaqmi, ustam chiqib qolsa olamiki? Men ishtirayman. Yo'q, biz bu do'konning buni qilib ya ansiman akama o'zim chiqib qolsa emasman. Anchimga gufon qilib qo'yamiz. 2% ya. Hayar pırt qaytdi. Demak, men do'konda bir pay chaqimdan o'ldanib chaqdi. Ha, ochamiz qolsa aytamiz. Rahmat. Qashqarlarni o'ylayapman, o'yin odamlarga esa boshqa rasmiy chiqib o'tiradi. Go'shing chiqdi. Go'shing chiqdi ha? Funga. Yilo ciao. Onu kapatmayken olsun. Kapatmayken. Fungachilar bular. Manda. Ma asosli gap bilan yig'ishtiriblam keldilar. Tukamganman. Turisi deya so'ytaman. Yasaymiz. Manda gap meni. Men. Ha. Meniki siz yasaysiz aka. Bo'yamdoq, bo'ymamdoq. Ya bo'ymaydi. Ay. Azroq chash ulandoq. Men chashni o'yab berib to'pning shaklini chiqarib qo'yishib bo'lmaydi. Men riyosat ekan deb men chashni o'yab berib mikrofonlar rasmini chiqarib tashladim. Amalda men odam hamda o'zimni yeshil olishni kiyib olganlar, yosh 45 ga yaqinlashgan odam. Şansa çoğun spat öyge kirse xotin tıllimigidek, so'rg'i olsa qamlashgidek, bunda kostyum chapanga yarashgidek yasaymiz macha. Salobetga bosga kerak degan. Voysiga o'zingni yasanlar, voyjon. Mana bu qalin aka. Yash o'g'andik. Yoshlarcha ikki tarafdan oz qilib, ko'p turib, qisli qarshi yeb shoyga ya, degan qo'ysa. Ashtabek qilib qo'yamiz aka. Ya uni ig'izda qilmaymiz, ham deydi mahoratni kengni ko'ramiz. Lahiya ig'iz tutamdi, lahiya. Qalin aka ko'rgan. Mayli, ko'rib baqsaqmi, ko'rib baqsaq. Tasdiqdan tilab bizdan o'tib qolsa siramda mush do'konda. Mush chashnaylar bizning Xushaynakdan topib yo'llaymiz. Mush chash, mush bash tilabizda qaraydi. O'ssa bo'ldi baxtinglar. O'tamaylar qilib qolsanglar. Bizim amal yo'q. Sana qaytib Yani jamaraydi qaytib. O'ylasam o'tgan. Taqdir. Mush tashfa. Şu an işinamiz ki sen kapalet qilishing kerak. Aldonma ya. Sen hozir bizning hozir shirkatning, ikki do'konning 25% pay to'liq ba, sen bir shirkatning a'zosi. Tushundingmi? Muavillidi. 25% pay degan gap.
Qancha bo'ldi? 100 koy tapsam 25 koy sening degan gap. Bas keştin başlaplam G'alidan 25 koydun başlap. Mujinda ballan tutib qoldi emas bu satrashqa. Bak qiz edi ekan emas Bu aka. ballar resmi ish. Mishta qizib ketdi ekan. Vay be tutsam be tutqonimizda. Satraş netçi eğna Saplı keşni təsdikəydi orada onu pekra Aldı ustur pulğa mangdı yoluğa aldıraş teğna Satraşxanı açdı o yeni tələk sınab Ecivaldı satraşxanını əpləb səpləb Ey yoldu kilovatlı kişilər hata rətrə Satraşxanı icilirdi der qulaqı gəb Yazdı taxtay vivisisti çıraylı xuşeynəkdə Yalğız idi litv əmdi 6 şagir bab oldu Adem çıxlab kətdi əmdi satraşxanı tab oldu Azı telefon ulunub torğa torunun sürütü kab oldu Yəni gəldi nəçi şagir litv dedi yab oldu Harb oldu, ey dükkandan aldı Tazlanın idi, ey yılğaq oldu Ey yarılandı, ey litv yıkıldı Ey zarlandı, ey koydum daq oldu Qoldu aldı löngini bişqa tandı qaytdı öyge Şundum başlandı litvin laqımı boldu lönge Tayır tağaq ataldı axırı litvin sözce Başqılarını yaratmaydı tulla tövren özce Salmay xalat dikeydi xatimə özüge atı Tursun toşay kəldi putuğa rənglik paypaq tatı Döşləm yaydı daim burayım beş koy pulunu tanışıp durdu Xılcın qopu qorusuz xılcınla xeyri xırşı Komediyagi to'lg'an illa satraşxana Əldə ümidi bolğan arzulu satraşxana Xoşallık to'lg'an bu xushaynak satraşxana Biz üçün içilgan o bizdan satraşxana